Kevin De Bruyne rasman Citydan ketishini e'lon qildi. Mavsum oxirida bu voqea sodir bo'ladi. 10 yil davomida faoliyat olib bordi, bir dekada katta muddat va bu yillar ichida klubning muvaffaqiyatlarida katta hissa qo'shdi. Shonli davrlarda o'ynadi. Va men o'ylayman, bu mavsum Cityda inqirozlar shu darajada bo'ldiki, oxiri KDBni ketishigacha olib keldi-da. Mag'lubiyatlar ko'payib ketdi, Pepning strategiyasi o'tmay qoldi. Va Kevinning o'zida ham o'yinida ortga siljish bo'ldi-da, jarohat sabab katta qismini o'tkazib yubordi mavsumni va qaytganida kech bo'ldi. Baribir katta futbolchining ketishi istalgan klubga ta'sir qiladi. Endi ko'ramiz, keyingi klubi qaysi bo'ladi? Saudiya klublaridan takliflar tushyapti yoki Milan? De Bruynening hikoyasi qanday davom etar ekan?